lekin bugungi ko'rgan bemorlarimdan bittasi meni juda ham qanaqa desamki xafa bo'ldim, chunki o'z navbatida to'g'ri tashxis qo'yilmaganligi uchun ular ko'p yil yo'qotib qo'yishdi. Ikkilamchi bepishlik tashxisini qo'yganmiz. Bitta farzandlari bor. Hozirda ikkinchisiga harakat qilinyapti. Lekin har safar ayolni o'zi tekshiruvdan o'tganlar. Turmush o'rtoqlari hech ham urug' analiz topshirmaganlar. Bizning klinikaga kelib, urug' analizida biz shuni aniqladikki, ularda shu dehqonchilik bilan shug'ullanar ekanlar. Har xil ximikatlar hisobiga urug' analizi juda pasayib ketgan, morfologiyasi boshlarini tuzilishida ham muammolar ko'p va natijada homiladorlik yuzaga kelmayapti. Lekin bir vaqt o'zida ayolni ham yoshi o'sha kattalashgan, 36 yoshdalar, zaxiralari kamayyapti. Mana shu narsalarni oldini olish uchun iltimos bir vaqtda er-xotin murojaat qilinglar. Bizning klinikada ham reproduktolog, ham androlog, urologimiz bor.